Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kun. Bugun sizlarga tibbiyotda keng uchraydigan kasalliklardan biri, ya'ni varikatsiyali kasalligi haqida to'liq ma'lumot berishni niyat qildim. Albatta, videoda men sizlarga operatsiya jarayonlarini, operatsiyada bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar hamda operatsiyadan keyin kutiladigan natijalar haqida, qachon amaliyotni bajarish kerak, qachon amaliyot bajarishni masalan vaqtincha keyinga surish mumkin, qachon amaliyot masalan bajarmaslik kerak, qachon masalan amaliyotni sporli, ya'ni vaziyat bo'lib qolgan paytda shuni qilish yoki qilmaslikni qanday qilib bilsa bo'ladi, shular haqida to'liqligicha ma'lumot bermoqchiman. Hamda videomizda eng muhim bo'lgan joyi, ya'ni varikatsiyalning bepushtlikka, ya'ni erkak kishida demak farzandsizlik holatiga keltirib chiqarishga ta'siri haqida ham isbotlangan maqolalar haqida ma'lumot berib boraman. Mana varikatsiyalik kasalligi juda ko'pchilik insonlar bilishadi, operatsiya qildirishadi. O'zi operatsiyani qachon qilish kerak? Birinchi shu haqida to'xtalamiz. Varikatsiyalik kasalligi haqida qisqacha ma'lumot. Varikatsiyalik kasalligi bu o'g'il bolalarda moyakdagi varikoz qon tomirlarining kengayishi holati hisoblanadi. Ko'pincha bu kasallik 14 yoshdan boshlangan bolalarda o'zini klinik belgilarini berish boshlaydi, namoyon bo'ladi. Ya'ni masalan moyak sohasida og'riqlar bo'ladi, jismoniy zo'riqishlar qilganda, ya'ni masalan turnikka tortilganda yoki yugurganda, uzoq tikka turganda ozgina demak noxaslik, ya'ni biroz bir simillovchi og'riqlar bo'lishi mumkin. Hech qachon o'tkir og'riqlar bo'lmaydi. O'tkir og'riq varikatsiyalda bo'lmaydi. Shu narsani hech qachon esdan chiqarmaslik kerak. O'tkir og'riq bu moyakdagi yallig'lanish kasalliklari, demak moyakning orxoepidemit degan kasalliklar bo'ladi yoki moyakda masalan o'tkir buralib qolishi yoki travmalar natijasida yoki yana bitta holat bo'ladi, varikatsiyalida og'riq bo'lishi mumkin bo'lgan bitta holat. Bu varikoz qon tomirlarining ichidagi tromb paydo bo'lib, u tromb o'sha magistral kattaroq venalarga tiqilib qolgan paytda o'sha trombofilebit holatini chaqirsa, moyakda og'riq bo'lishi mumkin. Boshqa holatlarda og'riq bermaydi. Demak, onkologik kasalliklar bo'lsa ham og'riq bo'lishi mumkin. Masalan, unda kuchli og'riq bo'lmaydi-yu, lekin og'riq tipi va xarakteri biroz kuchliroq bo'ladi. Demak, varikatsiyalida o'g'il bolalarda 14 yoshdan boshlanib, to masalan yosh katta odamlarda ham uchraydi. Masalan, 40 yoshdan oshgandan keyin erkaklarda varikatsiyalni operatsiya qilish ozgina sporli bo'lib qoladi. Sababi yosh o'tgandan keyin barcha a'zolar qarish jarayoni hisobiga varikoz qon tomirlarida ham degradatsiya bo'ladi. Ya'ni qon tomirlar o'z vaqti kelib involyutsiya bo'lib, ichlari poluslari kichrayib, demak varikatsiyali o'z-o'zidan yo'qolib ketishi mumkin. Xullas, varikatsiyalik kasalligida ko'pchiligingiz eshitgansiz, ko'rgansiz, asosiy tekshirish usullaridan biri bu urolog ko'rigida bo'lish. Ya'ni urolog ko'rgan paytda erkak kishini yechintirib o'sha qon tomirlarini, varikoz qon tomirlarini qo'l bilan ushlab ko'radi hamda bemordan kuchanishni so'raydi. Kuchangan paytida qon tomirlar qo'lga sezilarli darajada kengayotgan bo'lsa, demak barmoqqa o'sha kengayotgani sezilsa, Valsalva degan olimi nom bilan qo'yilgan Valsalva provasi musbat, ya'ni ijobiy hisoblanadi. Agar kengaymasa, demak qo'lda sezilmayapti. Agar qo'l bilan ko'rib, ko'z bilan ko'rganda qon tomirlarini juda ham yaqqol ko'ringanligini, ya'ni sezib kattalashganligini sezdikmi, demak varikatsiyali 3-bosqichi bo'ladi. O'zi jahon bo'yicha, demak kelishilgan standart bo'yicha varikatsiyalning demak bosqichlari bor. Demak 0, ya'ni subklinik deyiladi bizning tilimizda, 1, 2 va 3-bosqichi bo'ladi. 3-bosqichda faqat qon tomirlarining kengayishi emas, balki moyak razmerlarining o'lchamlarini ham kichrayishi boshlanadi. Bu albatta juda ham ahamiyat qaratadigan hamda o'sha diqqat bilan o'sha kasallikni tezda davolashni talab qiladigan holat hisoblanadi. Chunki moyak kichrayishi erkak kishi salomatligi uchun demak og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bilamiz, moyak erkak kishida testosteron ishlab chiqaruvchi hamda asosiy bizani demak erkak kishini demak nasl qoldiruvchi hujayralari, ya'ni spermatozoidlarni rivojlanadigan hamda ularni yetishib chiqadigan a'zo hisoblanadi. Demak, moyakdagi varikoz kasallik o'sha a'zoda qon aylanish buzilishiga olib keladi. Qon aylanishining buzilishi demak spermatozoidlarning harakatchanligiga, ularning morfologiyasiga ham ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa ko'pchilik yigitlar masalan spermogramma analiz qilishadi-da, spermogramma analizini
masalan ikki xil analizlar bor hozirgi kunda. Demak, standart, ya'ni butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ixtiro qilingan VOZ bo'yicha kiritilgan, ya'ni spermogramma tahlili bor. Bu 2010-yilda qabul qilingan. Uni parametrlari bo'yicha harakatchanliklar masalan 30%, 32% dan baland bo'lishi kerak, morfologiyasi, demak miqdori, konsentratsiyasi, barcha parametrlar kiritiladi. Undan tashqari yana bitta spermogramma usuli bor. Bu Krüger bo'yicha demak spermatozoidlarni bo'yab ko'riladi. Ko'pincha varikatsiyali kasalligida spermatozoidlarning morfologiyasi buziladi. Harakatchanligi normada bo'lishi mumkin, harakatchanliklari zo'r bo'lishi mumkin, lekin morfologik jihatdan spermatozoidlar kasal bo'ladi. Ya'ni masalan boshi ikkita bo'ladi, boshi dumdumaloq bo'ladi yoki masalan dumi kaltaroq bo'ladi. Aytaylik, tanasida qanaqa defektlar bo'ladi, shuning hisobiga harakatchan bo'lgani bilan bu demak tuxum hujayralarni urug'lantirishga noqobil bo'lgan spermatozoidlar bo'ladi. Yana bitta ahamiyatli tomoni, aynan shunaqa spermatozoidlar bilan agar masalan homiladorlik bo'lsa, kelajakda masalan o'sha homilada har xil nuqsonlar bo'lishi ham mumkin. Masalan, demak nuqson deganda masalan genetik nuqsonlar yoki homiladorlikning oxirigacha bormasligi mumkin. Homila tez nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin. Ko'pincha bu narsani ayollardan izlashadi. Ayollarda masalan kasalliklarni davolashga boshqa qilishadi, lekin erkaklarda aynan shu jihatlarga ahamiyat qaratishimiz kerak. Ya'ni undan tashqari sizlarga shu o'rinda aytib ketishim zarur. Demak, erkak kishida naslni baholashda faqat spermogrammani o'ziga qarash, xulosa qilish juda ham noto'g'ri. Spermogramma analizdan tashqari, demak, o'sha genetik genetik faktorlarga ham tekshirishimiz kerak. Demak, DNK fragmentatsiya analizlari, spermatozoidlarni, demak, morfologiyasini boyaga ko'rsatuvchi analizdan tashqari, demak, karyotipni tekshirish, boshqa gormonal analizlarni olish juda ham muhim sanaladi. Varikatsiyaga qaytadigan bo'lsak, demak, boyagi demak barmoqlar orqali ko'rishdan tashqari ikkinchi tibbiyotda eng muhim bo'lgan demak tekshiruv usuli bor. Bu moyaklar dopplerografiya tekshiruvi. Dopplerografiya tekshiruvini men o'zim masalan urolog sifatida mustaqil o'zim amalga oshiraman, chunki bu o'sha doktorlardan ko'rib o'rganib mustaqil shuni bajarish ko'nikmasiga ega bo'lganman. Sababi amaliyotda doktor bemor bilan suhbatlashadi, uni shikoyatlarini eshitadi, uni anamnezini biladi, uni spermogramma tahlillarini ko'rib chiqib, dopplerografiya tekshiruvini qilish kerak. Dopplerografiya tekshiruvida o'sha qon tomirlar kengaymaganligi, demak, bemor yotgan holatda bemorga biz kuchanishni talab qilamiz. Kuchanayotgan paytida bemorda qon tomirlar kengayotgan bo'lsa, demak, qon tomirlarining ichida maxsus klapanlar bo'ladi. Varikoz qon, o'sha klapan mexanizmi buzilganligidan dalolat beradi. O'zi normada, masalan, biz odam tanasida, mana tasavvur qilaylik, yurakdan qon butun badanimizga singadi, hattoki oyog'imiz uchigacha ham boradida, o'sha yerda yetarli bo'lgan kislorod, oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib bergandan keyin organizmda, demak, keraksiz bo'lgan chiqindi mahsulotlar vena qon tomirlari orqali qaytib butun organizmda, masalan, birinchi jigarga kelib, jigarda u tozalanadi, o'pkaga borib kislorod bilan to'yinib, yana yurakka qaytib keladi, yurakdan yana organizm uni qayta sirkulyatsiya qilaveradi. Demak, tasavvur qilsak, masalan, oyoq uchidagi turgan venadan to yurakka qaytib borish uchun qon tomirlarda qonni oldinga qarab to'g'ri harakatlanishini ta'minlaydigan mexanizm bor. Ya'ni vena qon tomirlarining atrofida maxsus mushaklar bo'ladi. Mushaklar qisqarib, vena qon tomirlarini siqib, qonni oldinga qarab harakatlantirishga yordam beradi. Birinchi mushak mexanizm bo'lsa, ikkinchisi qon tomirlar ichida joylashgan maxsus, demak, klapanlar bo'ladi. Klapanlar qon harakatlangan paytda eshikdek sifatida shuni ochilib, qonni qayta harakatlanishiga to'sqinlik qiladi. Demak, varikatsiyali kasalligida qon tomir devorining kengayib ketishi natijasida mana shu klapan mexanizmi o'z ishini bajara olmaydi. Mana bu orqada qolgan defekt hisobiga qon orqaga qaytadigan bo'ladi. Ya'ni kuchangan paytda qorin ichida, ya'ni qorin bo'shlig'ining ichida bosim ortgan paytida o'sha moyaklarga qon qaytib keladi. Bilamiz, qorin bo'shlig'ining ichida harorat yuqori. Qorin ichida harorat yuqori bo'lgandan keyin ichidagi qonlar ham isiydi. O'z natijasida isigan qon qaytib moyak bo'shlig'iga tushadi. Moyak hujayralari, ya'ni erkak kishining urug' hujayralari odam tana haroratidan 2 daraja past haroratda yaxshi rivojlanadi, o'z holatini yuritadi. Agar u yer isib ketib qolsa, spermatozoidlarning harakatchanligiga,
demak ularni morfologik jihatdan tuzilishiga hamda faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hamda mo'yakni o'zida ham testosteron ishlab chiqarish jarayonlarini ham buzilishiga, gormonal fonni buzilishiga olib kelishi mumkin. Demak, mana erkak kishi kuchangan payt, masalan, kuchanish deganda bir og'ir ish qilish shart emas. Masalan, hattoki masalan engilib turib birorta narsani buyumni ko'targanda, hattoki masalan ichi qotib qolib hojatxonada masalan axlat chiqarishga kuchangish holat bo'lgan paytda yoki ayoli bilan yaqinlik qilgan holatda ham qorin bo'shlig'ida bosim ortadi. Shuning natijasida o'sha qonlar qaytib mo'yak bo'shlig'iga tushadi va doimiy ravishda o'sha yerda issiq harorat bo'lib turishi, qonni qaytib kelishi, qonni o'z vaqtida ketmasligi natijasida u yerda iflos qonni yig'ilishiga olib keladi. Iflos yig'ilgan qon o'sha mo'yakdagi modda almashuv jarayonlarini buzadi. Birinchidan, chunki masalan tasavvur qiling, siz bitta xonada o'tiribsiz, sizga ovqat mahsulot olib kelib berishadi, yeyapsiz-da, lekin musor mana shu yerga yig'ilib turibdi. Shu yig'ilgan musordan ertaga sizga salbiy ta'sir ko'rsatib boshlaydi. Xuddi organizmda ham shunaqa narsa. O'sha keraksiz bo'lgan qon o'z vaqtida chiqib ketmadimi, uni ichidagi toksinlari, zaharlari o'sha a'zoni faoliyatini buzilishiga olib keladi. Natijasida yana aytdik, issiq muhit oshib ketib qoladi, ya'ni harorat ko'tariladi. Bu ham mo'yak faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Demak, dopplerografik tekshiruvda biz qonning oqim tezligi, klapan apparati buzilgan, buzilmaganligi barcha parametrlarga baho berib, bemorga yetarlicha kasalligi haqida xulosa chiqara olishimiz mumkin. Boshqa tibbiyotda masalan qo'llanilgan tekshiruv usullari demak dolzarb emas, kerak emas. Shu ikkita tekshiruv usuli bilan biz varikotsel bor yo'qligini bilib olishimiz mumkin. Demak, varikotselni ko'rganimizdan keyin spermogramma tahlilini ko'rib, bemorning anamnezini so'raymiz. Masalan, men o'zim amaliyotimdan shaxsan bitta bemorlarga tavsiya qilaman. Masalan, menga bemor keldi, aytaylik, varikotselning darajasi 0 yoki subklinik darajasi bo'lsa yoki birinchi darajasi bo'lsa, varikotselisi chiqdi, spermogramma tahlil topshirdi. Bemorda spermogramma tahlilida norma chiqsa, men bemorga tavsiya qilaman, hech qanaqa operatsiya muolaja kerak emas. Bemorlar uylanishni 1 yil davomida agar farzandlik holati agar bo'lmasa, qayta spermogramma tahlili 1 yildan keyin ko'raman. Agar spermogramma tahlilida 1 yil davomida hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, yana operatsiya taklif qilmayman. Agar 0 va 1-bosqichlarida. Agar 2-bosqichi bo'lib bemorda 1 yil davomida spermogramma tahlili agar masalan yomonlashsa, demak uni morfologiyasi, harakatchanliklari tushib ketadigan bo'lsa, bu holatda operatsiya taklif qilaman. 3-bosqichi bo'lsa, men bemorlarga aytaman, agar sizda imkoniyatingiz bo'lsa yoki masalan hayotda har xil vaziyat bo'lishi mumkin, albatta shu shartli ravishda uylanishdan oldin operatsiya qildirish kerak. Chunki 3-bosqich bo'yatgandek mo'yaklarni kichrayishiga olib kelyapti o'sha. Unda yetarlicha modda almashuv buzilishi boshlangan. Shuning uchun buni kutib o'tirish shart emas. Masalan, uylansam yoki 6 oy yashasam, farzand bo'lmasa keyin qildiraman deyishingiz xato. Sababi 6 oydan keyin operatsiya qildirganingiz bilan mo'yak tiklanishi uchun ma'lum bir vaqt ketadi. Masalan 6 oygacha, ba'zida 8 oygacha vaqt ketadi. Shuning natijasida siz birinchidan vaqt yo'qotasiz, masalan umringizda farzand bo'lish bo'lgan hayotdagi rejalaringiz, boshqa demak hayot tarzini buzilishiga olib kelishi mumkin. Oilada masalan kelishmovchilikka olib kelishi mumkin. Farzand o'z vaqtida bo'lmasligi, masalan ko'pincha yoshlar o'rtasida tushunmovchiliklarga olib kelib qolishi mumkin. Yana bitta masalan sizlarga bitta keysni aytmoqchiman. Masalan yaqinda bitta bemorni men varikotsel amaliyotini bajardim. Bularda varikotseli 2-bosqich bo'lgan, uylanishdan oldin bitta farzandlari bo'lgan, lekin 2-farzandlari bo'lish jarayoni uzoqlashib ketib qolgan. Demak, bu vaziyatda dastlab bemorning ayoli ginekolog shifokorlarga borgan, reproduktologlarga borib, ko'rinib, davolanib yurgan. Shu orada masalan 1-farzand bilan 2-farzand oralig'ida 4 yil vaqt o'tib ketib qolgan. Demak, bemor aytgan, menda varikotselim bor edi, lekin doktorga borganimda, o'sha doktor ko'rganda 2-bosqich deb aytgan. Mana farzandli bo'ldim, senda shart emas deganda o'ziga demak bo'lgan ishonchi tufayli shifokorlarga uchrashmasdan yuraverganlar. Mana orada 3 yil vaqt o'tkazib qo'ygandan keyin bemorni o'sha ulug' ko'rinishga qabuliga tavsiya qilingan. Men oldimga keldilar. Mana doktor, men sizda 5 yilcha oldin bo'ldim, meni ko'rgansiz, dorilar yozib bergansiz, tavsiya qilgansiz, farzandli bo'ldim. Mana hozir 2-farzandimizga qiynalyapmiz. Tekshirganimda 2-bosqich varikotsel o'sha 3-bosqichga o'tib bo'lgan, mo'yakda qonlanishlar deyarli buzilgan.
Shuning uchun bemorga tavsiya qildim. Sizni spermogramma tahlilingizda ham yetarlicha o'zgarishlar paydo bo'ldi. Ya'ni urug' aktivligi, harakatchanligi, morfologiyasi ham o'zgargan. Mana hozirgi kunda demak spermogrammangizdan tashqari demak moyaklarda ham 3-daraja varikatsiyaga o'tib qolgan. Demak sizda xirurgik amaliyotni bajarib, varikatsiyani bartaraf qilishni tavsiya qilamiz dedim. Shu operatsiya qilganimizdan keyin bemorda 3 oylar vaqt o'tgandan keyin ikkinchi farzandga yangilik bo'lganini aytishdi. Demak, shunaqa holatlarda bemordan individual yondashgan holatda vaziyatdan kelib chiqib xulosa qilinadi. Masalan, shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Bemorda birlamchi bepushtlik, moyaklari juda kichkina, deyarli gormonal juda katta o'zgarishlar bor, lekin birinchi daraja yoki ikkinchi daraja varikatsiyali bo'lgan holatlarda ba'zi bir urologlar ularga operatsiya qilish taklif qiladi. Yo'q, bu holatda varikatsiyali operatsiya qilishdan oldin aynan qaysi sababga ko'ra chuqur o'sha bepushtlikka olib keluvchi chuqur morfologik o'zgarishlar bo'lyapti. Aytaylik, unda gormonal fon buzilgan yoki moyaklar yaxshi ishlamayapti. Gipergonadrol gipogonadizm degan holatlar bo'ladi. Bunday vaziyatlarda varikatsiyali operatsiya qilganingizdan sizda hech qachon to'q bo'lmaydi. Shuning uchun bemorga yana aytaman, individual yondashib ko'rish kerak. Mana hozir sizlar bilan ko'rsatmoqchi bo'lgan vaziyatim, bemorimiz Tojikiston Respublikasidan Dushanbe shahridan kelganlar. Bemorga bir necha yil oldin varikatsiyali amaliyot o'tkazilgan, lekin bemorda varikatsiya yana qayta takrorlangan. Aynan hozir shu mavzuni gapirishdan oldin shu misolni keltirdim. Bemorda varikatsiyali qaytalanishi mumkinmi? Juda ko'pchilik bemorlar varikatsiyali qaytalanishdan aziyat chekadi hamda qayta amaliyot bo'ladi. Hozir mana bemorimizda ham biz qayta amaliyotga oldik, chunki bemorimizda 4 yildan oshiq muddatda farzandsizlik holati bor oilasida o'zida yaxshigina depressiyaga tushib qolganlar. Spermogram tahlil tekshirib ko'rganimizda urug' harakatchanligi 7% chiqyapti. Morfologiyasi ham juda ham past, ya'ni 3% beryapti. Chap tomonlama varikatsiyali amaliyot bajarilgan, lekin yana hozir dopplerografik tekshiruvni amalga oshirganimizda bemorda 3-daraja varikatsiyali borligi aniqlandi. Xo'sh, nima uchun varikatsiyali qaytalanadi? Aynan shu savol ham juda ham ko'pchilik uchun dolzarb. Birinchi navbatda varikatsiyali qaytalanishi ko'pchilik holatlarda bu xirurg aybidan bo'ladi. Ya'ni bajaruvchi shifokor urolog tomonidan. Nega? Yetarlicha varikoz qon tomirlarini bog'lamaslik. Yana bitta holatda aytaman, bog'lamaslikka sababchi bo'ladigan narsa xirurgning malakasi bo'lishi mumkin. Ikkinchisi anesteziyadan bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'pchiliklar, masalan, bemorlar narkozdan qo'rqishadi, narkoz zararli deyishadi-da, mahalliy anesteziya bilan demak operatsiya bajariladi. Mahalliy anesteziyada masalan biz ko'pincha amaliyotni chov sohasidan bajaramiz. Marmar usul deyiladi. Marmar usulda amaliyot bajargan paytimizda o'sha joyga namakain yoki lidokain degan og'riq qoldiruvchi dori vositalarini mahalliy qilib boramiz. Bemor og'riq sezsa yana qo'shimcha qilinadi. Bemordagi o'sha urug' tizimchasini biz tashqariga olib chiqib, uni ichini ochib, varikoz qon tomiriga kengaygan venalarini boylashga harakat qilamiz. Shu jarayonda namakain yoki lidokain rastvorini qo'llagan paytimizda ularni shunaqa xususiyati borki, qon tomirlarini ya'ni toraytiradi. Sujeniya deb turishasiga sujeniya chaqiradi. Shu holatda ba'zi bir vena qon tomirlar ham kichrayib, shifokor ko'zidan qochishi mumkin. Shuning natijasida shifokor ba'zi bir venalarni o'tkazib yuborib, boylamasdan qoldirishi mumkin. Chunki ko'p namakain yuborilgandan keyin to'qimalar demak suyuqliklar bo'kadi, o'tdan varikoz kengaygan venalarni ajratib olishga o'ziga o'zi qiyinchilik tug'dirib qo'yadi. Shuning natijasida ba'zi bir vena qon tomirlari boylanmasdan qolib ketadi. Amaliyotdan keyin u qon tomirlar kengayib, bemorda yana qayta varikatsiyani rivojlanishiga, ya'ni uni to'liq bartaraf bo'lmasligiga olib keladi. Bu asosiy uchraydigan sabablardan bittasi. Ikkinchi sababi bemorlarning o'zi aybdor bo'ladi. Ya'ni qachonki bemor masalan amaliyotdan keyin shifokorlar biz aytamiz, 1 oy davomida og'riq ko'tarmang, nagruzka qilmang, jismoniy aktivlikka shug'ullanmang desa, bemorlar quloq solmaydi. Operatsiyadan keyin og'rimadi, yaxshi bo'ldi deb bir haftadan keyin jismoniy yuklamalar ko'tarishni boshlashadi yoki masalan faol aktiv hayot tarzi bilan shug'ullangandan keyin, sport bilan shug'ullangandan keyin normal qolib ketgan, ya'ni o'sha haqiqatda normada bo'lishi mumkin bo'lgan vena qon tomirlari yana kengayib, retsidiv holatga olib kelishi mumkin.
Shu holatdan kelib chiqib bemorlarga tavsiyani biz qattiq quloqlarga tushuntiramiz. Amaliyotdan keyin albatta jismoniy yuklanmani kamaytiring, o'zingizni ehtiyot qiling deymiz. Varikotseliya amaliyotida bo'lishi mumkin bo'lgan, ya'ni qaytalanishdan tashqari bo'lishi mumkin bo'lgan yana bitta asoratlari bor. Bu moyaklarda suv yig'ilishi, ya'ni gidrotseliya, ya'ni bizning tilimizda o'sha vodyanka deyiladi, xalq tilida ruscha nom bilan vodyanka, moyaklar pardasiga suv yig'ilib qoladi. Bu holat ko'pincha xirurg tomonidan sodir qilinadi. Xirurg o'zi aybdor bo'lib qoladi. Ya'ni o'sha varikotseliya amaliyotini bajarayotgan paytida limfa tomirlarini bilib bilmay boylab qo'yadi. Yoki limfa tomirlarini yetarlicha qurollangan jihozlar bilan yoki mikroskop yoki maxsus kengaytirilgan lupalarda amaliyotni bajarish kerak. Sababi ular bizga o'sha vena hamda limfa tomirlarini bir-biridan ajratishga, arteriya qon tomirlarini ajratishga yordam beradi. Ba'zi bir holatlarda bo'ladiki, doktorlar juda gurubiy harakat qilishadi, hattoki arteriya qon tomirlarini ham boylab, naborot bemorda amaliyotdan keyin tuxumni juda ham kichrab ketishiga, hattoki atrofiyalanish holatlariga ham demak sababchi bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun amaliyotni o'sha ko'p yillar davomida qilgan, o'zini masalan amaliyotdan kelib chiqib qo'lida o'sha amaliyotni ko'p qilgan doktorlarga qildirishni tavsiya qilaman. Demak, o'sha suv yig'ilish holatlari limfa qon tomirlari boylashdan bo'ladi. Ikkinchi holatda yana bemorlar o'zi aybdor bo'ladi. Ko'pincha ko'pchilik yigitlarimiz namoz o'qishadi, tahorat qilishadi, shunda sovuq suvdan foydalanishni mustahab qilib, o'sha moyak pardalarida yallig'lanish holatlarini kuchaytirib olishadi. O'zi qon tomirlar kesilgan, hali to'liq qonlanish tiklanmagan holatda, demak, sovuqda yurish yoki muzli suv bilan yuvib qo'yish holatlari natijasida moyak pardalar atrofiga suv yig'ilib, orxid epididimit kasalligi rivojlanib, keyinchalik kelajakda bu moyaklarning suv yig'ilish holati to'liq bartaraf bo'lmasligiga olib keladi hamda suv yig'ilib, bu suv keyinchalik og'riq chaqirishi mumkin, yallig'lanish, ya'ni surunkali yallig'lanish chaqirish natijasida bemorlarda qiyinchilik va diskomfortlarga olib keladi. Varikotseliya amaliyotida bo'lishi mumkin bo'lgan juda ko'p asoratlar bor. Masalan, endi xirurgiya tomonidan dori vositalariga allergik reaksiyalar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, demak, bemorlarda kuzatiladi, o'sha yetarlicha moyaklar faoliyati tiklanmasligiga ham olib kelishi mumkin. Hozir sizlarga operatsiyondan, demak, varikotseliya amaliyotini bajarilish jarayonlarini ko'rsataman. Demak, yana qo'shimcha ma'lumotlar beraman. Agar sizga videomiz ma'qul bo'layotgan bo'lsa, videoga yoqtir tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Savollaringiz bo'lsa, xohlasangiz mana demak direktim yozishingiz mumkin yoki telefon raqamlar qoldiriladi, telefon raqamlariga orqali demak to'g'ridan-to'g'ri o'zimga aloqaga chiqib, savollaringizni berishingiz mumkin. Har qanday savollaringizga baholi qudrat javob berishga harakat qilaman. Demak, bemorimizda boya aytganimdek, amaliyot ikki marta bajarilyapti, ikkinchi marta. Chunki bularda Tojikistondan kelganlar. Demak, varikotseliya retsidiv bo'lganligi uchun bemorga hozir spinal narkoz berilgan. Mana hozir yigitlar уже boshlashdi. Spinal anesteziya juda ham yaxshi, sababi bemor hech qanday og'riq sezmaydi, komfort bo'ladi. Keyin xirurg ham bemalol ishlaydi. Sababi ikkinchi marta amaliyotni qilish qiyinroq. Sababi chandiq bo'lganligi uchun chandiqlarni ajratib ishlash qiyin bo'ladi. Hozir asta-sekin xudo xolasa ko'rsatamiz. Hozir mana bemorimizda chov sohasida oldin gap anot qilgan joyda chandiq bo'lganligi uchun ajratish biroz qiyin bo'lyapti. Dastavval hozir yaxshilab ajratib, urug' tizimchasini tashqariga chiqarib olishimiz kerak. Keyin undan keyin qon tomirlarini demak ajratib boylaymiz. Hozir mana varikoz kengaygan venalarni bo'ylayapmiz. Buni mana hozir men kengaytirilgan lup orqali ham yaxshi ko'rib turibman. Yana bitta proba qilib ko'ramiz, ya'ni qo'l bilan bosib, shu aynan varikoz qon tomir emasmi yoki boshqa qon tomir emasligini ishonch hosil qilish uchun moyak sohasiga bosib, demak, bosgan paytimizda o'sha bosgan venamizni tortsak, mana ichida qon yo'qoladi. Tushirgandan keyin qo'l bilan bossak, ichida vena qon tomiridan to'ladi. Bu bizga yanada ishonch beradi, shu bu vena qon tomirining aniq bo'lmayotganligiga. Chandiqli jarayon bo'lgan bo'lsa, chandiqli jarayondan 2 sm pastdan yoki 2 sm tepadan harakat qilish kerak. Chunki o'sha operatsiya bo'lgan joy o'sha demak 2-3 sm atrofidagi radiusda ham chandiqlanish paydo bo'lishiga olib keladi. Bu qayta amaliyot qilganda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun hozir mana bemorimizning operatsiya bo'lgan joyda
2 sm teparoqdan ochib, do'stlik qilib, o'sha yerdan hozir mana qon tomirlarini boylayapmiz. Aynan o'sha joyini o'zidan ochib ishlash bizga qiyinchilik tug'diradi. Ishlashga juda imkonsiz bo'ladi. Qolaversa, zararlantirib qo'yishimiz, ya'ni boyayotgandek limfa tomirlarini tegib qo'ysak, bemorda vodanka bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun imkon darajasida sal chetroqda harakat qilish kerak. Ko'pincha tikishda yaxshi ipdan foydalanish kerak. Mana Monosin degan firma ipidan foydalanamiz. Bu Johnson & Johnson firmasiniki yoki B. Brown firmasiniki bor. Juda ham sifati yaxshi. Sababi ko'pchilik doktorlar ipga kelganda pul avaylashadi, oddiy ipdan tikadi, oddiy iplar so'rilmaydi. Bu iplar aytilgan muddat tikiladi. Masalan, mana shu ip bilan teri osti, teri qavatlari tikilsa, ikkinchidan o'zidan allergik reaksiya chaqirmaydi, keyin badanga yopishib ketmaydi. Ba'zi iplar badanda keloid chaniq chaqiradi. Shuning uchun tikilgan joylarda keloid rubes bo'lib qoladi, xunuk bo'lib bitadi. Shuning uchun ipni sifatiga ham ko'p narsa bog'liq. Marakatsiya amaliyotini hozir mana tugatdik, xudo xolasa, bolalar terisini tikishyapti. Mana shunaqa maxsus lupalardan foydalanish kerak, chunki bular 10 ta martagacha kattalashtirib beradi yoki maxsus mikroskopdan foydalansa ham bo'ladi. Chunki odam ko'zi ilg'amaydigan limfa tomirlarini hamda vena qon tomirlarini mukammalroq ko'rishga yordam beradi.